Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga Samarqandlik mijozimizning buyurtmasiga asosan bor yo'g'i 2 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan ekonom variantdagi 2 qavatli uy proyekti bilan tanishtirib o'taman. Va birato'la uyimizning nechta xonadan tashkil topganligi, qanaqa xonalar borligi va qisqacha material xarajatlarini ham aytib o'tishga harakat qilaman. Uyimizning uchastka razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 10 metr va uzunasiga 20 metr va uyimizning o'zining razmerlari esa eniga 10 metr va uzunasiga 12 metrni tashkil qiladi. Shunday qilib uyimiz umumiy 7 ta asosiy xonadan iborat va undan tashqari qo'shimcha yordamchi xonalar ham bor. Shulardan birinchi qavatimizda, birinchi kirganimizda bitta oshxonamiz bor, ya'ni bunda ham ovqat pishiradigan, ham o'tirib, oilaviy o'tirib televizor ko'rib dam oladigan xonamiz va undan tashqari bitta katta mehmonxonamiz va bitta ota-onalar uchun yotoqxona ham ko'zda tutib ketilgan. Va undan tashqari bitta kattagina hammom, hojatxona, katyol va kladovka xonamiz va orqa hovlicha qisqagina va undan tashqari bitta kattagina 8 metrlar atrofida darvozaxonamiz va buning yonida qisqagina chiroyligina yashil zona ham tashlab ketganmiz va undan tashqari yozgi oshxonamiz, hovli uchun alohida hojatxona va undan podvalni ham hisobga olib ketganmiz. Ya'ni bitta xonamizning tagi podval bo'ladi. Bunga faqat hovli tomondan kiriladi. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bo'lib, shulardan bittasi ota-onalar uchun yotoqxona va qolganlari 3 ta bolalar xonasi va undan tashqari alohida bitta hammom va hojatxona ham tashlab ketganmiz. Endi qisqacha material xarajatlariga to'xtaladigan bo'lsak, uyimizning beton xarajatlari umumiy hisobda mana shu fundamentimizga podvali bilan qo'shib hisoblaganda 65 kub atrofida beton sarflanadi. Va birinchi qavat, ikkinchi qavat uyimiz hammasi paltarash yog'ishdan qilingan. Umumiy hisobda 32 ming ta atrofida paltarash yog'ish hisobladik. Va undan tashqari mana bu bog' devorlarimiz, darvozaxonalarimiz hammasi shlaka blokdan qilinadi va tomning frontonlari ham shlaka blokdan qilinadi. Shularning hammasini hisobga olib 2,5 ming ta atrofida shlaka blok sarflanadi. Va oxirgisi tomimizning kvadratiga keladigan bo'lsak, umumiy hisobda 190 kvadrat atrofida shifer olsangiz yetib ortadi. Endi uyimizni ko'cha tomondan bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, mana obshi ko'cha tomonimizdan ko'rinishi va mana bu darvozaxonamiz bo'lyapti. Bu yerda mana yozgi oshxonamiz bor va bu bitta hovlimiz uchun kichkinagina hojatxonamizning fortishkasi bo'lyapti. Hozir qisqacha atroflarini ko'rsatib tushuntirib o'taman, keyin tomlarni olib tepadan planirovka ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Obshi mana bu tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz navisimizning tomini borib asosiy uyimizga qo'shilib ketadi va mana bu yerda ozgina yashil zonamiz bor, hovlicha qilingan. Va bir boshdan bu yoqdan tushuntiradigan bo'lsak, mana bu asosiy kiradigan eshigimiz bo'ladi. Bu uyga kiradigan holga kiriladi va mana bu yerdan alohida mehmonxonamiz bo'ladi. Bu yerda mehmonxonaga ham to'g'ri shu yerdan hovlidan ham kirsa bo'ladi. Ikkinchi qavatimizda mana bu yerda to'g'ri koridor keladi. Zinadan chiqib kelganimizda bu tomonda bitta bolalar, ota-onalar yotoqxonasi va bunisi esa bolalar xonasi bo'lyapti. Ikkinchi qavatimizda umumiy hisobda 4 ta xona bo'lyapti. Birinchi qavatimizda 3 ta xona bo'ladi. Orqa tomondan tushuntiradigan bo'lsak, mana orqa tomonimiz ozgina havo almashligi uchun va quyosh nuri tushishligi uchun ozgina hovlicha qilib ketilgan va mana bu xonamizdan to'g'ri chiqadigan eshik ham qoldirib ketilgan. Ya'ni bu yerda kotelni xonamiz bor, hammom, tualetlar hammasi shu yerda va kotelni xonadan to'g'ri mana bu hovliga chiqiladi. Va mana bu derazamiz birinchi qavatimiz uchun ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda mana zinaxonamizni yorib turadigan katta oynasi bo'lyapti. Va bu yerda bitta bolalar xonasi. Mana bu yerda ham xuddi shunday bitta bolalar xonasi bo'lyapti. Yon tomonlarining ko'rinishi va tomlari yopilishi mana shunday holatda bo'ladi. Endi bir boshdan tomlarni olib, birinchi va ikkinchi etajni alohida batafsilroq ko'rib chiqamiz. Mana umumiy tepadan ko'rinishi, obshi mana bu yerdan bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, uyimiz yana bir marta razmerini eslatib o'taman. Bunaqasiga 10 metr va bunaqasiga 20 metr bo'lyapti. Shunday holatda 2 sotixga joylashgan bo'ladi. To'g'ri kiradigan bo'lsak, mana bu yerda darvozaxonamiz, mana ko'rib turganingizdek bitta mashina sig'adigan bemalol joy bor. Yonidan o'tib qaytishga mana bu yerlarda ham bemalol joy bor. Va bu yerda yon tomondan o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda mana yozgi o'tiradigan oshxonamiz. Mana bu yerga oshxona mebeli joylashsa, masalan, tandir o'choq deganda, mana bu yerda stol qo'yib bemalol o'tirsa bo'ladi. Yoki mana bu yashil zonaning yon ustida ham kravat tapchan qo'yib o'tirsa bo'ladi bemalol. Va bu yerdan to'g'ri o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda mana hovlimiz uchun bitta hojatxonamiz bo'lyapti va buning yonidan to'g'ri mana podvalga tushadigan zinamiz bo'lyapti. Mana shunday holatda mana bu yerdan to'g'ri podvalga tushib ketiladi. Va mana bu bitta mehmonxonamizdagi podval bo'lyapti. Va endi bir boshdan bu yerdan kirib darvozaxonadan o'tib asosiy uyga kiradigan bo'lsak, mana bu yerdan to'g'ri mana zinadan to'g'ri chiqib kelamiz. Chiqqanimizda asosiy kiradigan eshigimiz mana bu hol bo'ladi. Kirganimizda mana shunday bitta
katta hol bo'ladi. Kuxnya ham shuni ichida bo'ladi. Mana bu yerga kuxnya mebeli joylashadi, G shaklida kuxnya mebeli joylashadi. Mana bu yerda oilaviy o'tiradigan divan kreslo yoki stol stul qo'yib televizor ko'radigan joy bo'ladi. Mana bu yerga masalan televizorni joylashtirsa bo'ladi mana shunday. Va bu yerdan turib mana bu yerda divan bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda o'tirsa bo'ladi. Shunday holatda o'tirib mana bunday televizor ko'rib o'tirsa bo'ladigan joy bo'ladi. Va buning yonida bitta mehmonxonamiz ham bor. Mana bu yerda mana hovlini o'zidan zinadan to'g'ri mana bu yerga kiradigan bo'lsak, bu yerda katta oynali eshik bo'ladi. Uyni ichiga kirib o'tirmasdan mehmonlar shu yerdan o'zidan kirib chiqib ketsa bo'ladi. To'g'ri mana bu yerdan kiramiz va bu mehmonxonamizga uyni ichidan ham mana koridordan ham bitta eshik bo'ladi. Mana shunday holatda bo'lyapti. Va koridor bo'ylab endi to'g'ri ketadigan bo'lsak, mana ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz. Mana bu yerdan chiqamiz va zinaning tagidan ham bemalol kladovka sifatida foydalansa bo'ladi. Va buning yonida mana o'ng tomonimizda ota-onalar yotoqxonasi, birinchi qavatimiz uchun mana shunday yotoqxona bo'lyapti. Orqa hovliga qaragan mana derazasi bo'ladi. Havo almashligi uchun, yorug'lik tushishligi uchun mana shunday bitta fortishga qoldirib ketganmiz. Va zinaning tagidan o'tadigan bo'lsak, chap tomonimiz bu yoq sanuzel qismlarimiz, katyol, tualet, hammom hammasi shu yerda joylashgan. Qisqagina koridor bo'lyapti mana shunday va birinchi kiradigan xonamiz hammom bo'ladi bu yerda mana. Va buning yonida bitta hojatxonamiz bo'ladi. Va oxirgi xonamiz mana bu yerda bitta katyol xonamiz, kladovka, katyol hammasi shu yerda bo'ladi. Va shuni o'zidan orqa hovliga mana bunday chiqib ketsak bo'ladi. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun tepadan plan ko'rinishini mana shunday ko'rsatib o'taman. Mana shunday holatda bo'lyapti. Umumiy hisobda 2 sotixga tushgan uyimiz bo'lyapti. Endi ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatimiz mana ko'radigan bo'lsak, to'g'ri mana zinadan chiqamiz. Birinchi qavatdan aylanib to'g'ri zinadan chiqdik. Chiqqanimizda mana bu yerda mana uzun bitta koridor bo'ladi. Koridorning o'zidan to'g'ri mana bu balkonga ham chiqib ketsak bo'ladi. Balkonda bu yerda ozgina g'isht terilgan joyi bo'ladi. Ustida keyin kichkinagina reshotkachasi ham bo'ladi. Va bu yerdan chiqqanimizda birinchi mana bu tomonimizdan boshlaylik. Mana bunday chiqqanimizda to'g'ri mana chap tomonimizga o'tadigan bo'lsak, bitta bolalar xonasi, orqa hovliga qaragan mana bunday derazasi bo'lyapti. Va to'g'ri yana ketadigan bo'lsak, bu yerda mana yana bitta bolalar xonasi, mana bu xonamiz bo'lyapti. Bu hovli tomonga qaragan derazasi, ya'ni tom tomonda derazasi bo'lyapti mana shunday holatda. Va bunda ham xuddi shunday tepada sanuzellarimiz bor. Mana prayomning tagidan o'tadigan bo'lsak, koridordan kelib prayomdan o'tadigan bo'lsak, bu yerda bitta mana koridorchamiz bo'lyapti. Xuddi shunday bu yerda ham mana bu yerda bitta hammomimiz joylashadi. Mana regel tagidan. Regel tagida mana devor bo'ladi. Buni tualetimizni, hojatxonani ajratib turadi. Mana bu yerda mana hojatxonamiz bo'lyapti. Va bu yerda ham bitta mana bolalar xonasi, derazasi mana bu tarafga qaragan bo'ladi. Mana shunday holatda bo'ladi. Va bu yerda ham xuddi shunday mana dalish ketadigan bo'lsak, bu yerda ham yana bitta xonamiz bo'lyapti. Bolalar xonasi sifatida ishlatsa bo'ladi. Mana bularning ikkalasidan birovini ota-onalar yotoqxonasi sifatida ishlatsa bo'ladi. Mana bu kattaroq bo'lgani uchun mana shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Opish ko'rinishda mana shunday holatda bo'lyapti. Yon tomonlarining ko'rinishi tomni joyiga qaytaramiz. Umumiy ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab, takliflar, buyurtmalar bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.